yağar doim ko'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yağar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk Bayramımızda chiroyli bo'lib, hayajonlanmasdan, sodda qilib, she'rlarimizni ham, qo'shiqlarimizni ham chiroyli qilib aytamiz. Men sizlarga ishonib qolaman. Bo'lmasa, baxtu hikmat bitibsiz. Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Qalbingizni boshlang'ich sinfni yetib, yuqori sinfga qadam qo'yasizlar. Mana shu qadamlaringiz ulug' bo'lsin deyman. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Sizlarni oldlaringizda davlat imtihonlari turibdi. Mana shu davlat imtihonlaridan ham a'lo baholarga o'tishingizni tilakdoshiman. Mana hozir tadbir boshlanadi. Tadbirda ham chiroyli bo'lib chiqishingizni tilakdoshiman. Ustoz, sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shunday jajji o'g'il qizlarni bir nechasini o'qitish sizlar nasib qilsin. Hammasini ijodingizda ijod tilayman. Sog'lik, salomatlik. Rahmat. odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Bizga ta'lim bergan ustozimizga kattakon rahmat tilab qolamiz. Bizga bilim bergan ustozimizga katta rahmat. Bundan keyingi bolalarga ham biznikiday o'qishsin. Alifli bayramlarda chiroyli bo'lib chiqsin. Ustozimizga sog'lik va vaqt tilaymiz. Ustozimga omadlar tilab qolaman. Bizga yozishni, o'qishni o'rgatganim uchun. Sen dog'ining bog'bonsiz, charog'bonsiz ko'ngilga yo'q. Ming ehtirom o'g'lingizdan, qizingizdan ustozlar. Joy oldingiz bir umrga, shogird yurak ko'ridan. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Kızlar yıldız Kızlar
eyling sadasını kadrin kırayım. Ajib bir ton topdi yana dilimda. Bunchalar sevinchdan ko'zin ochdi. Yorim go'zaldir unga bamona. Zarrin quyosh nurin sochdi. Tajub ana shunday tonlardan qancha sotdi ekan. Shaharni yashnatdi, diyorni gullatib, farzandlar boshida parvona bo'lgan samog'i bormikan? Kechagina mana shu o'tib ketgan 4 yil kechagina bo'lganday go'yo. Mana shu jajji farzandlarimiz savodxon bo'lganligini tabriklab turgan edingiz. Mana bugun ana shu farzandlarimiz boshlang'ich ta'limni yakunlash arafasida. Aziz o'quvchilarim, hurmatli ota-onalar, sizlarni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar, qadrli ota-onalar. Assalomu alaykum quvonchimizga sherik bo'lish uchun barcha qadrdonlar. Bugun biz o'z qalblarini, ko'z nurini, mehr-muhabbatini kelajagi buyuk yurtga barkamol avlodlarni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga olib, oliyjanob ishni sharaf bilan bajarishga bel bog'lagan ustozlarimizni, muallim va murabbiylarimizni qutlash, e'zozlash maqsadida to'planganmiz. Meni eshityapsizlarmi? Kemaning quvvat olish tizimi ishlamay qoldi. O'zga bir notanish sayyoraga qo'nishga majburman. Bu qanday sayyora? Nima tuzat ismlar? Nomi qanday atalar? Unda yashaydi kimlar? Bu sayyora onaga quchog'i jannat makon, tarifiga so'z ojiz yurtimiz O'zbekiston. Xush kelibsiz do'stlar sayyoramizga, mehmon bo'ling o'zbek diyorimizga. Bu ne shodiyona, qanday tantana, ko'zlar kular, yanglar qo'shiq tarona. Yurtimizda bayramlar yo'q, to'ylar yo'q, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar yo'q. Har bir jam misli oltin bebaho. Bitiruv kechamizga qanday marhabo. Bitiruv kechasi qanday ajoyib, etibdi bizga ham bu shodlik nasib. Chindan sherikmiz quvonchingizga. Marhamat, xush ko'rdik bayramimizda. Tengdoshlar, kimki maktabga borsa, o'qisa, savodxon bo'lsa, juda ko'p narsalarga erishar ekan. To'g'ri aytasiz Suhratbek. Biz bolalarni jon dildan sevgan ulug' ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy o'zining maktab haqidagi she'riga chiroyli ta'rif berganlar. Maktab nuru gavhar sochar, maktab sizga jannat ochar, maktab jaholatdan qochar, g'ayrat qilib o'qing yoshlar. Ha, darhaqiqat, maktab bu qutlug' dargohdir. Do'stlar, siz maktabga ilk bor kelgan kuningizni eslaysizmi? Bo'lmasam-chi, o'shanda judayam kichkina edik. Sinfga ham bizni ota-onalarimiz qo'llarimizda yetaklab olib kelishgan edi. Men esa maktab ostonasiga qadam qo'yib, butun bir sinfni ko'rib, yuragim yupillab ketgan. Ustozimiz o'shanda meni kulib qarshi olganlar.
va bu sizga prezident bobomizdan sovg'a deb o'quv qurollarini berganlarida quvonib ketganman. O'sha o'quv qurollari juda ajoyib edi. Xuddi sehrlidek meni o'ziga ram etgandi. Shu bilan ovni hayajonimni ham unutganman. Men esa maktabga kelishim bilan shu maktabda o'qish ishtiyoqi tug'ilgan. Ayniqsa keng va yorug' sinflar meni o'ziga jalb qilgan. Ustozimiz qo'limga alifbe kitobini berganlarida quvonchim ishimga sig'may uydan onamdan kitobni o'qib bering deb xolajoniga qo'ymaganman. Men esa maktabga kelganimda na yozishni, na o'qishni bilar edim. Ustozimiz chirchiq qo'llarimdan tutib, erkalab, injiqliklarimizni ko'tarib, yozishni, o'qishni o'rgatganlar. Mana, xo'sh deguncha oradan 4 yil o'tibdi. Yoshimiz ulg'ayib, fikrimiz kengaydi. Turli xil iqtidorlar, qobiliyat qirralari ochila boshladi. Oramizdan olimpiada g'oliblari yetishib chiqdi. Xonanda va sozandalar, rassom, sportchilarga havaskorlar ko'paydi. Bu hamma siz ustozlarning zahmatli mehnatlaridir. Ustozimiz bizlarni bilimlar cho'qqisiga yetaklaganlar. Yutuqlarimizni ko'rib quvonadi, muvaffaqiyatimizdan bosh ko'kka ketadilar. Biroq biz dangasalik qilsak, g'am-anduh chekkanlar, ularni bartaraf etish yo'llarini izlaganlar. Ota-onalarimiz bilan birga biz uchun kuyunganlar va qayg'urganlar. Bundan tashqari ular ota-onalarimiz oldidagi burchlarimizni ham o'rgatganlar. Tengdoshlar, men ota-onalarimizni hurmat qilishni, oilani muqaddas ekanligini, ona vatanni e'zozlashni ustozimdan o'rgandim. Men esa vatan tushunchasini ustozimning bergan bilimlaridan bilib olganman. Vatan bu mo'tabar makonim. Vatan bu bizga daxldor zamindir. Vatan bu otamning qilgan duosi. Vatan bu onamning tunlari bedor aytgan allasi. Ha, vatan ham, ona ham har bir inson uchun yagonadir. Onamiz bizni yorug' dunyoga keltiradi. Bizga jon bag'ishlaydi, vatan esa kamolga yetkazadi. Odamdek ardoqli, azizsan vatan. Sen menga qadrdon tug'ilgan makon, men seni avaylab asrayman har choq, vijdonimdek toza, churmasdan dog'. Paydo bo'libdiki, bu ko'hna dunyo zaminu falakda yangrar bir nido. Olam sanar u, ishlanmas aslo. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Mayliga har so'zim bo'lmasa biyron, mayliga boqmasin menga shu zamon. Lek takror aytaman, mag'rur aytaman, tilimda burrodir vatan degan nom.
boshqa fanlarni o'rgandik. Maktabga kelib, savodimiz chiqishi bilanoq o'qish kitobi bilan do'st bo'ldik. Undan qiziqarli taklar, topishmoqlar, maqollar va tezatishlarni o'rgandik. Tilimiz burroq, fikrimiz teran, nutqimiz ravon bo'ldi. Unday bo'lsa, tengdoshlarimiz bilimlarini bir sinab ko'raylik-chi. Juda yaxshi. Savol-javobga qalaysiz? Tayyormiz. Daraxtlar ko'pjoy. O'rmon. Sudrab yuruvchi hayvon. Ilon. So'z mulkining sultoni. Alisher Navoiy. Globusni ixtiro qilgan olim. Abraham Beruniy. Hindistonda barpo etgan shaxs. Safiddin Muhammad Bobur. Masagatlar malikasi. To'maris. Barakallah. Ofarin sizlarga. Biz ana shunday bobolarimiz bilan faxrlanamiz va ularning yodoshlari bo'lishga harakat qilamiz. Biz o'qish fani bilan birga o'zbek tilimiz bo'lgan ona tilini ham ko'p bilan o'rgandik. Undan so'zlardan gaplar chiqishni, gaplardan matan hosil qilishni, so'z turkumlarini, bayon incholar yozishni o'rgandik. Shunday ekan, keling, ana shu o'rganganlarimiz yuzasidan ota-onalarimiz bilan bir musobaqalashmaymizmi? Juda to'g'ri. Unday bo'lsa, davramizga 2-3 ta o'quvchidan va ota-onalarimizdan 2-3 tasini taklif qilsak. Marhamat. Bu o'yinimizning nomi so'zdan so'z tuzish bo'ladi. Marhamat, o'quvchilarimiz bir guruh bo'lishadi. Marhamat, o'quvchilar. Xohlovchi ota-onalardan ham 2-3 tasini taklif qilamiz yoki o'tirgan joylarida ham. Qaysi ota-onalar? Marhamat. Chiqsangiz yaxshiroq chiqaveringlar. Marhamat, vaqtni olmaymiz. Mana ota-onalarimizga. Demak, ota-onalarimiz o'quvchilar bilan bellashish uchun o'qishyapti deb. Yaxshi. Unday bo'lsa, keling Farohatxon. Yana Gülasal, keling ikkingiz. Demak, bu ota-onalarimiz ham o'qituvchilar, shuning uchun o'qituvchilardan taklif qildik. Qo'limda 4 ta konvertcha bor, hurmatli ota-onalar. Har birida 5 bo'g'indan iborat bo'lgan so'z bor. Ana shu so'zlardan marhamat tanlashni ota-onalarimizga bersak. Marhamat, bittasini tanlang. İçidan so'zni o'qing. Kelinglar tomon. Qanday so'z ekan? Muvaffaqiyat so'zidan bittasini siz oling, bittasini o'quvchilarga beramiz va 2 daqiqa vaqt ichida qaysi guruh ko'proq so'z hosil qiladi ekan. Vaqt ketdi. Muvaffaqiyat ana shu harflar qatnashgan 5 bo'g'inli so'zdan so'z hosil qilasiz. So'z tuzasiz. So'zdan so'z tuzish o'yini. O'quvchilarimiz yozgan so'zlarni o'qib bering, Kamolxon. Ab, ay, uyat va kum, vaqt,
Aya, Evet. Qani ota-onalarimiz, marhamat. Vaq, fakat, qatqat, qavat, uyat, takat, qofiya, vaqf. Nechta so'z hosil bo'ldi? 8ta. Demak 8. Demak 8 bol bilan demak hosil bo'ldi. Juda yaxshi. Demak prezidentimizning rahmat bo'ladi. Prezidentimizning ana shunday so'zlari yaqqol misol bo'la oladi. Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, aqlli va dono bo'lishlari shart degan so'zlar. Demak o'quvchilarimiz ozgina harakat qilishsa, ota-onalarimizni g'olib qilishi mumkin edi. Yana ona tili fanida yana nimalarni o'rganib oldingiz? Biz yana ona tili fani orqali husni xatni ham o'rganib olganmiz. Marhamat. Mana xatotligimizga guvoh bo'ling. ko'raylik, kimning xati chiroyli, qani oching daftarni, menikiday xat bormi? Qani oching daftarni, menikiday xat bormi? Ko'ring hamma harfini, qiziqtira har kimni, harfimani go'zal xush qiynalmay mumkin o'qish, harfimani go'zal xush qiynalmay mumkin o'qish. Daftardagi chizilsin va undagi har so'zim qaldirg'ochdek tizilgan, bu yozilgan tez tilda. Qaldirg'ochdek tizilgan, bu yozilgan tez tilda. Ko'kragimni men sirab o'tirganim yo'qdir. Chiroyli yoz yozsang har, chunki bu ham zo'r san'at. Chiroyli yoz yozsang har, chunki bu ham zo'r san'at. Chunki bu ham zo'r san'at. Ana endi navbatni aqlimizni chalg'ovchi, fikrimizni boyituvchi, mantiqiy fikrlashga yordam beruvchi va matematikaga bersak. Ustoz, bolalarga bitta mantiqiy savol bersam maylimi? Mayli, berib qoling. Tengdoshlar, bir xonali bitta son o'ylang. O'yladingizmi? Ha. Ular qatorida ota-onalar ham o'ylashlari mumkin. O'ylagan soningizga, Marhamat, ota-onalar o'ylang. o'ylagan soningizga 50 sonini qo'shing. Qo'shdingizmi? Ha. Natijaga yana 20 sonini qo'shing. Qo'shdingizmi? Ha. Yig'indidan o'ylagan soningizni ayiring. Ayirdingizmi? Ha. Sizda necha son hosil bo'ldi? Menda 70 soni hosil bo'ldi. Ota-onalar, sizlarda-chi? Sizda necha soni hosil bo'ldi? Menda ham 70 soni hosil bo'ldi. Tengdoshlar, kimda 70 soni hosil bo'ldi? Ustoz, sizda ham 70 soni hosil bo'ldimi? Ha, haqiqatdan ham menda ham 70 soni hosil bo'ldi. Matematika qiziq-ku. Hisoblari qiziq-ku. Matematikani o'rgansak, Kosmoslarga uchamiz. oyga borib uchamiz. Juda to'g'ri. Matematika har yerda kerak. Uni bilish uchun o'qish ham kerak. Ko'paytira olmasak 2 ni 3 ga, o'rganganlaring chiqadi 3 ga. Matematika darsida Xo'sh, o'quvchilar, hamma darsga tayyormi? Ha. Hamma uyga vazifalarni to'liq bajardimi? Ha. Yaxshi. Kamolaxon, Labbay ustoz. doskaga chiqingchi. Matematika fanini yaxshi ko'rasizmi? Ha, albatta. Unday bo'lsa sizga bitta qiyin savol beraymi yoki ikkita oson savol beraymi? Bitta oson savol berib qo'ya qoling ustoz. Xo'sh, mayli. Oyingiz sizga 1000 so'm pul berdi. Siz 20 ni ukangizga
bersangiz, sizda qancha pul qoladi? Menda ha, bermayman-da. Ukam adamdan ola qolsin. Demak bilmaysiz. Bahangiz 2. Ustozjon, 2 qo'ymang. Qiyin ekan savolingiz, yo'qmi boshqa misolingiz? Qiyin ekan savolingiz, yo'qmi boshqa misolingiz? O'ynamang, baland bo'lsin iqbolingiz. O'ynamang, baland bo'lsin iqbolingiz. Naridir 2 uchun 4 va 5 ga yetmas uchun. Naridir 2 uchun 4 va 5 ga yetmas uchun. Osmonidan ozroq so'rang, jon ustozjon 2 qo'ymang. Osmonidan ozroq so'rang, jon ustozjon 2 qo'ymang. Vazifalar ancha og'ir, kitob olsam boshim og'rir. Vazifalar ancha og'ir, kitob olsam boshim og'rir. Qandoq qilay o'qituvchim shu ahvolda qolmay axir. Qandoq qilay o'qituvchim shu ahvolda qolmay axir. Yetarlidir 2 uchun 4 va 5 ga yetmas uchun. Yetarlidir 2 uchun 4 va 5 ga yetmas uchun. Osmonidan ozroq so'rang, jon ustozjon 2 qo'ymang. Osmonidan ozroq so'rang, jon ustozjon 2 qo'ymang. Jon ustozjon 2 qo'ymang. Jon ustozjon 2 qo'ymang. Xo'p, mayli, lekin ko'proq o'qing. Darhaqiqat, agar 2 baho olsangiz, ota-onalaringizni ranjitib qo'yishingiz mumkin. Chunki ular sizlar uchun har narsaga tayyor. Shuning uchun ularni xafa qilmaslikka harakat qiling. Doimo xushmuomalada bo'ling. Bunday fazilatlarni biz odobnoma darsida o'rganib olganmiz. Buning uchun ustozimiz Rozika Durdiyevaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan birgalikda Zaynab hozirdan chiroyli sovg'alar yasashni, ularga aylanib to'shalashni va boyasini esa Shohista ustozimizning bergan bilimlaridan bilib olganmiz. Tevarak atrofni iflos qilmaslikni, hayollarga ozor bermaslikni, daraxtlarni sindirmaslikni, tabiatshunoslik fanidan o'rganganmiz. Sog'lom bo'lish uchun esa jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanib turish kerak. Buni esa jismoniy tarbiya fanidan o'rganib oldik. Thank
farzandlarimiz kelajakda vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarishsin. Siz o'rgangan bu fanlar aqlingizni boyitgan, fikringizni saqlagan ekan. Qani menga aytinglarchi, qaysi tillarni bilasiz? Barcha tillar qatorida rus tilini ham tut bilan o'rganmoqdamiz. Дорогие наши родители, гости, учителя, мы умеем читать, писать, говорить не только на родном языке, но и на русском языке. Хороша сегодня школа, зал горит огнем, мы на праздник наш веселый всех друзей зовем. Мы сегодня очень рады, все ребята, папы и мамы, мы приветствуем гостей и дорогих учителей. Кто любит музыку и песни, тому живется интересней. А мы сейчас все вместе о дружбе песенку споем. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там идут на одному, там идут на одному, стались вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На медведя, друзья, иду без испуга. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Aziz mehmonlar, xo'sh ko'rdingiz. Rus tili fan qatorida ingliz tilini ham kurs bilan o'rganmoqdamiz. Bunda sizga to'garak rahbarimiz Qobil va Go'zal ustozimizning yordami berdi. Keling, ingliz tilini o'rganganlarimizni ota-onalarimizga namoyish qilsak. Juda yaxshi. Til bilgan el biladi deydi xalqimiz. Bunga javoban biz ingliz tilini kunt bilan o'rganmoqdamiz. Hello, boys and girls. Hello! How are you? We are fine, thank you. What is your name? My name is Akram. And what is your name? My name is Azada. What is your surname? My surname is Ikramov. And what is your surname? My surname is Davetova. Okay. How old are you? I am 9 years old. And how old are you? I am 11 years old. Okay. Are you teacher? No, I am pupil. Are you working? No, I am pupil. Okay. What's his hobby? My hobby is playing football and what is your hobby? My hobby is my type. Very good. Mehribon, is it red color? No, it is green. Farooq, it is black? Yes, this is black. Okay. This is pencil. Yes, it is a pencil. What is it? This is notebook. Okay.
Sevara, siz erkeği ya? No, it is not. Fazila, this is a cat? No, this is a... Yes. Yes, this is a cat. Okay. The three little kittens lost their mittens and they began to cry. Oh, mother dear, very much fear that we have lost our mittens. Lost your mittens, you know the kittens, then you will have no pie. The three little kittens lost their mittens and they began to cry. Mother dear, see here, we have found our mittens. Oh, you are good kittens. Put on your mittens and you will have some pie. Thank you. What I smell a mouse close by. Goodbye. We smell a mouse close by. Goodbye. Ustozlar kerak. Yurt gullamaz o'zidan
O'z qizingga bir yo'l uzolmay, o'zganing bolasini menim deb sevmoq. Bilsang bu ustozlik maqomi edi. O'zganing bolasini menim deb suygan. Bilsang bu hayotning maromi erur. Shogirdlar o'rniga ziyolar qo'ygan. Shu sabab kelajak yulduzlarini yetaklaydi hayot ko'priklarida e'zozlab yummaydi hech ko'zlarini. Shogirdlarim asrab kipriklarida. Hayotda shunday ustozlarimiz borki, ular jamiyatimiz oldidagi burchlarni chuqur his etadilar. Mehnatdan o'z baxtlarini topadilar, shogirdlarga o'rnak bo'ladilar. Ana shunday mehribon ustozlarimizdan Ra'no Nazarovna, O'g'iljon Safarboyevna, Mamajon Jumaboyevna va Nodira Kadamlarga mehnat faoliyatlarida omadlar tilab qolamiz. Sozsiz yaratgan bog'imiz bizlar, vatan suyanchig'i tog'imiz bizlar. Doim bordir hurmatingiz, unutmaymiz xizmatingiz. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Boshimizni silladingiz, bizga oq yo'l tilladingiz. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Sizlar bizning baxtimizsiz, dillardagi ahtimizsiz. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Sizga izzat, sizga hurmat, sizga mehrim cheksiz demak. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Aziz ustozlar. Aziz ustozlar. Qanday bilimdonsiz, qanchalar baxtli, zoti mag'rur, bir so'zli aqli, qanchalar sevasiz, ona vatanni, baxshida aylaysiz unga jon tanni. Qanchalar fidoyi ustozlaringiz, e'zozda bo'lsin ustozlar hargiz. Yurtga bo'lgan mehringizdan hurmatimiz yuksaldi, quvvat olib sehringizdan kemamiz ham qo'zg'aldi. Yaxshi qoling qadrdonlar, xayrlashmoq fursati, a'lo o'qing bolajonlar, ortsin vatan shuhrati. Biz o'zbeklar mehmon do'stmiz. Yana tashrif buyuring. Salom ayting Yupiterga, doim sog' omon yuring. Xayr bolajonlar. Oq yo'l.
bo'lgan. Bizni birinchi sinfdan boshlab qo'limizga qalam tutkazib, yozishni, o'qishni, sanashni o'rgatgan birinchi ustozimizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Mana aziz o'quvchilar, boshlang'ich ta'limda olgan bilimlaringizni yuqori sinflarda mustahkamlab, kengaytirib borasiz degan umiddaman. Keyingi o'qishlaringizga omadlar tilab, sizlarga ishonch bildirib qolaman. O'qiymiz. Xush qoling ustozim, baxt tilaymizga. O'rgatganlaringizga tanish ado, mehrim qo'shilib bergan. Mana ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, bugungi kamtarona bayramimizni o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Ana endi ana shu bayramni yakunlash uchun so'zni maktabimiz direktori Vaqoyeva Nazira qadamdan berdi. Ustoz, tabriklayman sizni. Final bilan keling. Bolalarimizni bular bugun ertangi boshlang'ich ta'limda bizning orqamizda yurdilar, endi bularning orqasida turamiz. Bizlar bemalol ishonch bilan aytishimiz mumkin buni. Chunki mana bugun shu narsani tasavvur qilib o'tirdimki, aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, mana shu 4 yil oldin ushbu zalda savodxonlik bayramini hayajon ila o'tkazib turgan edik. Mana bugun ham shu hayajonni his qilib turibsiz. Xuddi sizlarning yoningizda men ham hayajonlanib turibman. Chunki bu o'quvchilarimiz umumiy o'rta ta'limning shu birinchi bo'g'ini, eng asosiy bosqichi bo'g'ini hisoblanmish boshlang'ich ta'limni tugatib yuqori sinflarga yo'llanma olayotgan jarayoni. Mana o'zingiz, hurmatli ota-onalarimiz ko'rdingizki, bu o'quvchilarimiz mana shu 4 yil mobaynida 10 ta fan kirdimi? Mana shu 10 ta fan. İngliz tili bilan 11 ta to'garak sifatida o'rgandingiz. Ushbu 11 ta fanni desam ham yanglishmayman, yaxshi o'zlashtirib olib, bizni o'zimiz ko'rdikki, mana shu yil davomida o'tkazilgan nazorat ishlarida davlat tomonidan qo'yilgan standartlar talablari yuqori darajada bajarilganini, shu sinfni o'qish jarayonida, yozma ishlarimda biz va og'zaki nutqinda ko'rdik. Mana bugun ham o'quvchilarimiz o'zlarini ular biyron ekanliklarini she'rlarida, fikrlarida, vatanga bo'lgan, ota-onasiga, do'stlikka bo'lgan, maktab, ustozga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini chin yurakdan his qilib ifodalab turganlarini guvohimiz. Albatta, mana shu o'quvchilarimiz o'zlari ta'rif berganlaridek, o'zlari aytganlaridek, bu boshlang'ich sinflarda o'tkazilgan kichik olimpiadalar ertaga bilimlar bellashuvida olimpiadada qatnashgan shu o'quvchilarimizni ana shu qatnashchilar safida ko'ramiz degan umiddamiz. Albatta, ana shunday bugun o'quvchilarimiz tadbirda qanday bo'lsa, har bir darsda shunday ekanligiga meni hech ham shubham yo'q. Bitta o'quvchi ham qatnashmasdan qolmadi. Bitta o'quvchi ham o'zlashtirmasdan qolmadi. Bu sinfda hattoki sifat ko'rsatkichi yuqori darajani bertirdi, demak 88% dan ortiqni darshina meni shubham yo'q va ko'rdik o'zimiz. Demak, ana shunday boshlang'ich sinfda sizga katta mehr qo'ygan, ana shu qalbingizda demak ma'naviyatni, madaniyatni, ruhini sepib, bugun siz ana shu shakllangan holda bir ajoyib farzand bo'lib voyaga yetayotirganingizda, albatta sizni o'zingiz aytib o'tganingizdek, biz ham yana bir bora 4 martaba aytishimiz mumkinki, ustozlaringizning xizmatlari katta. Ustoz, bugün siz sezilib turibdi, shu bolalarimiz bilan birga hayajonlanib turibsiz.
Hakikaten güzel. Hemen narsa güzel bo'lmoqda. Hech ham hayajonlanishga hojat yo'q. Juda ham bir mazmunli tadbir. Har bitta o'quvchini dil so'zlarida aytilgan she'rlarida katta mazmun mohiyat borligini biz shuni o'tirib eshitib quvonib, g'ururlanib, faxrlanib o'tirdikki, ustoz bo'lganimizda, o'qituvchi bo'lganimizda faxrlanib ketdik shunday o'qituvchilar qatorida yurganimizda. Zuhra ustozimiz shu ota-onalarimiz ham kelib, kuzatib, darslarda o'tirib, biladilarki, juda ham bir tirishqoq, ijodkor, tashabbuskor, o'zini kasbini sevgan, bolalarga katta mehrini bergan, yuragini baxshida maktabga, shu o'quvchilar sinfini baxshida qo'ygan ustozlarimizdan bu ustozimiz. Hamma Zuhra ustozni shunaqangi bir hayajonlangan vaqtini ko'raman. Men hech qachon bir nima deydi buni? Xorazmchasini aytganda orqaga yurgan vaqti yo'q. Hamma shu bolalarning tashvishinda, shu bola o'quvchilarni o'zlashtirishida yana nimalarni ulgurmay qoldi. Yana qanday ishlarni qilsa, qanday tadbirlarni boshida, yana nima go'zal, qanday go'zallik nima yana ota-onalarimga yetkazib bersam degan bir ijodkorlik bilan yuridilar. Ana shu yoshlik yo'q, juda ham go'zal. Ana shu g'ayrat, shijoat sizni tark etmasin. Ustoz, siz bilan jamoamiz juda ham faxrlanadi. Ilohim, hali bu o'quvchilarni sizni bag'ringizda shu maktabda o'qishlarini davom qildirib, o'ylaymanki, sizni ishonchingizni yo'qotmasdan ana shu maktab shon shuhrati uchun kurashib, chiroyli ishlarni hali endi yanada chiroyliroq, yanada go'zalroq qilib ko'rsatadilar degan umiddamiz. Albatta shu fursatdan foydalanib, men ota-onalarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Hamma vaqtlarim aytaman, bizni ota-onalarimiz shunaqangi bir ajoyib, oliyjanob insonlarki, maktabimizdagi har bir qilinib turgan ishda hamkorlikdagi bular siz ota-onalarimizni fikri-yu qo'li xizmatlari juda ham katta. Birgina shu o'g'il qizlarimizdan misol oladigan bo'lsak, bularni bu darajada oppoq qilib yuvib, tarab, bo'ylari ham hattoki barobariga o'sib kelibdi. Shunaqangi har tomonlama sog'lom fikrga ega bo'lgan bu o'quvchilarimiz tanam sog' bo'lib yurishlarinda sizlarga yanada kuch, g'ayrat, mehr, oqibat, sog'lik, omonlik tilaymiz. Hamisha maktabda ana shunday bir yaxshi tadbirlarni qurshovida, o'quvchilarimizni qurshovida yaxshi tadbirlarda yurish nasib qilsin. Keling bo'lmasam, navbatdagi so'zni ota-onalarimizdan eshitsak, fikrlarini. Rahmat katta. Rahmat. Bugun har qancha gurung ustozga bersak, Ota-onalarimizdan mana turjonlarimiz, juda yoshi katta turjonlarimiz, axloqchilar. Xo'p, men shu yerda hozir bir sportchi bolalarimizdan qo'sh nazarni ko'rdim, ha, buvijonisi mayli siz yana shu o'quvchilarimiz ham bor, ularga alohida yana bir ta'rif beramiz hozir, mayli, ayting. Men oldimga o'zimni nomimni sovg'a Sovg'a, sovg'ani berib qo'yibdi bolalarimiz o'zlari. Chiroyli, tartibi, katta sovg'a. mayli, sizlar bo'lmasa. Hamisha uchib yuring. Men size shuni o'zimni nomimni. Burgutmi? Mayli, burgut bo'lsa. Burgutdek baland parvoz. Rahmat. Hamma sizni aytib o'tiraman, rahmat. Meni shu oqtim nevaram neden geldi? Salamat ustadan rahmet. Hamma o'qituvchi ustadan hammasine rahmet. Bahçıga barmadı, yastığa barmadı. Özlerimiz uyda öttik, uyda terbiyeledik. Şunun için hamma fenni özleştirip aldı. Ben şunun için
Birinchidan sizdan tan salomat bo'lgan minnatdorman. Men sizga rahmat, katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Yo'q, yo'q, rahmat. Shu farzandimizni aytganingiz bizlarga katta. Rahmat o'zingizga. Hop, ana shu yerda otajonlar nomidan ham bir so'zni Qo'shnazarda ham bir yigitimiz o'sib kelayotirlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham bir yaxshi futbolist bo'lib, birinchi sinfga ham qabul qilingan edi. Bu o'quvchimiz Qo'shnazar o'rnimizdan turib, siz o'zga sayyoradan kelgan edingiz. Hozir qoldingiz. Demak, birinchi sinfga qabul qilingan birinchi qo'ng'iroq tadbirida ham bu o'quvchimiz o'zini mohirligi bilan barchani qoyil qoldirgan edi. Marhamat Qo'shnazar, kim keldilar uydan? Dadajonimiz keldi. Dadangizmi? Ha, bo'lmasam marhamat. Ko'rsatdisiz Qo'shnazarda. Sevinç gözleri. Yapamadı o. Sormayla. Anladın sayıyoruz yok. Rahmet, medyaya kadar istemiş bu babanın yaş vaktinden dedim. Şimdi bir resim bağladınız, kalıp yaşlı neler çıkardınız. Sebepsi buldunuz da hemen buladırdır. Şimdi gitmiş şeyler. Rahmet o. Bu sefer alıp geçirgenler. Lekin Qo'shnazarni o'zlari shunaqangi bir do'stlash qoldilarki, shu birinchi yilidan boshqa maktabga, futbol internatiga bormayman. Shu yerda o'qib, do'stlarim bilan maktabni bitkazaman degan bir o'zlarining so'zlari bo'ldi. Sizni birinchi sinfda aytgan she'ringiz yodingizda bormi Qo'shnazar? Biraz olsun. Yok, nima bo'lgan? Aytdilar. Balki ertaga Ronaldoga yaxshi raqib bo'larmiz. Jahon o'yinida 10 ta gol urib, o'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'taramiz degan she'rni o'qivadilar. O'zlari. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Marhamat. Qani endi yana ota-onalaringizdan so'z oladiganlari bormi? Hammasi bo'lsa, chunki ota-onalarimiz barchasi ko'p. Hammasi O'quvchilarimiz charchatib qo'yishimiz mumkin. Xohlovchilar. Uni ota-onasi so'z aytsin. O'quvchilar? Ha? Bo'lmasam, Hammamiz ichimizda yaxshi gap. boshlang'ich sinflar bo'yicha ilmiy bo'lim mudiri Ramazon bo'ladi. Marhamat. Hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, mana bugun 4-sinfda G'ayib birinchi ustozim kattaligini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Aziz ustozlar, onalar xursand bo'ldi. Bu o'quvchilarimiz barcha fanlardan davlat ta'lim standartlarini to'liq bajardi deya olamiz bugungi kunda. Bu o'quvchilarimiz maktab miqyosida, maktabdan tashqari o'tgan kichik olimpiadalarda g'olib bo'lib, faxrli birinchi o'rinni egalladilar. Men o'ylaymanki, yuqori sinfda ham, ta'limning ikkinchi bosqichida ham o'quvchilarimiz faol qatnashib, bilimlar bellashuvida, olimpiadalarda faxrli o'rinni egallaydilar degan umiddaman. Bularga, o'quvchilarimga oq yo'l tilayman. Yo'llaringiz oq bo'lsin. Sizlaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman.
Zuhra ustoz, mana shunday jajji o'qizlardan bir nechasini o'qitish sizga nasib bo'ldi. Biz siz bilan faxrlanamiz. Siz bir ijodkor, izlanuvchan ustozsiz. Barcha ustozlar siz bilan faxrlanadi. O'quvchilaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ota-onalarim katta rahmat. Mana shu 4 yil davomida ustoz bilan birgalikda, hamkorlikda ishlab, mana o'quvchilarimizni shunday chiroyli qilib kiyintirib yuborganlar uchun sizlarga ham katta rahmat aytaman. Shu fursatdan foydalanib mana musiqa o'quvchimiz Faxrjon ustozga, Salomat ustozga ham rahmat. Ishlariga muvaffaqiyatlar, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Aziz ota-onalar, mana shu farzandlarni mana shunday ot yuvib, orttirib, keltirib, mana shu dargohga olib kelganingiz uchun, o'qishlariga befarq bo'lmaganligingiz uchun katta rahmatlar aytaman. Shular qatorida tarbiyachi ustozimiz ham rahmatlarni yetkazamiz. Faxrjon ustoz, barcha ustozlarga. Mana shu o'quvchilarimga omadlar tilab qolaman. Hayotda shunday yaxshi inson bo'lsinlarki, ular bilan men qatorida ota-onalar ham faxrlanib yurishsin.